Hammaga salom bolalar, bugun men sizlar bilan mol fermamni ko'rsataman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin varonkalar, varonkalardan sandiqlarga ulab qo'yganman. Keyin bu yerda tepada mol ferma bor, 2 etaj. 3-chi etajni keyingi safar quramiz. Mana ko'rishingiz mumkin bu yerda mollar paydo bo'ladi. Mol suvdan pastga tushib ketib o'ladi. Bu yerda varonkalar bor, varonkalarda ichiga tushadi, sandiqlarga tushadi. Oxirigacha tepani ko'rsataman. Tepani tomini hali yopmoqda, betini ham yopmoqda. Xo'p, bu yerda hali moblar paydo bo'lmadi. Lekin bu pastda ashuncha moblar paydo bo'ladi. Mana ikkita skelet, bitta Spiderman. Zombi bormi? Zombi. Skelet ekan. Xo'p. Keyin yana boshqa yerlarda ham obzorini ko'rsataman hozir. Buni YouTube'dan ko'rib yasadim. Juda qiyin ekan-da. Xo'p, yet ko'prik. Mana bu yerda mening uyim bor. Mana mashitdan spam bo'lganman, mashitdan narsalar qurganman. Xo'p. Men hamma gullarni уже yig'ganman. Mana kolleksiyasini ko'rsatishim mumkin. Lekin oxirgacha hamma gullarni yig'madim. Keyin bu yerda o'zim quraman deb mashitga yasadim, lekin baribir yasolmadim. Struktura bor ekan. Shuncha paytdan beri bilmabman. Struktura bor ekan. Minecraftga 1-2 sezon oldin qo'shilgan. Versiya oldin qo'shilgan. Xo'p. Bu yer ikkinchi etaj, hali ishni olmadim. Bu yerda esa mana zombilar paydo bo'ladi. Mana zombilar. Meta jitel bo'lish kerak edi. Jitelni o'ldirib qo'yishdi, yaramaslar. Mana qo'yganman. Suv quyib qo'yibman. Suv tushib ketibdi o'zi. Suv tushib ketgandan keyin o'shimga qoldi. Zombi o'ldirdi villagerlarni. Men sizlarga mana shu endi survivalda mashitni ko'rsataman, chunki oldingi kartam o'chirilib ketdi. Bo'pti, hammaga xayr.